Qarasam yig'layapti oyi deydi. Ha desam, iltimos tushaylik deb shunaqa qo'rqib ketyapti deydi. Bu videomdan keyin direktim portlab ketdi. Chunki juda ham ko'p ekan bunaqa voqeaga duch kelgan qizlar. Bugungi kunda men o'ylardim bizni davrimizda qolib ketdi. Bugun din tushunchasi bir muncha yoyildi, hamma anglab qoldi, yo'q bo'lib ketgan bunaqa narsalar deb o'ylarkanman. Juda ko'p ekan. Hatto shu videoning izohlariga kirib ko'ring. Juda ham ko'p bunaqa holatlarga duch kelgan qizlar va fikrim yana ham qat'iylashdi. Biz qizlarimiz bilan ochiqcha suhbat olib borishimiz kerak. Nima harakat bo'lganda bu tegajog'likka kiradi va tegajog'likka duch kelganda qizlar qanday harakat qilish kerak? Kimdan yordam so'rash kerak? Hech bo'lmaganda birinchi o'rinda ovoz chiqarish, atrofidagi kattalardan yordam so'rash. Keling, mayli ayollardan deylik. Hech bo'lmasam ayollarni himoya qiladi. Va onajonlar, iltimos qilardim. O'g'lonlarimiz tarbiyasida ham nihoyatda e'tiborli bo'laylik. Bizni o'g'lonlardan bunaqalar chiqmasin. O'zini himmatini baland tutgan, o'zini qadrini, hurmatini, salobatini bilgan yigit, erkaklar bunday ish qilmaydi. Ko'plar yozibdiki, qizlarimizga yopiq kiyinishni ham o'rgataylik-da. Bitta narsani tushunib olaylik-da. Yopiq kiyinadimi? O'zi ochiq kiyinish tarafdori emasman, lekin u qiz ochiq kiyingan taqdirida ham uni ruxsatsiz unga teginishga hech kimning haqqi yo'q. Hech kimning. Uni kiyimiga qarab unga muomala qilishga haqqi yo'q. U ruxsat bermagunicha unga teginishga hech kimning haqqi yo'q. Bu o'rinda biz qizlarni ayblay olmaymiz. Iltimos, bas qilaylik ayblashni. Tajovuz qurboni bo'lganda qizlar ayblanmasligi kerak. Onajonlar, diqqatli bo'laylik va bu borada tarbiya ishlarini olib boraylik. Istoriyada bu haqda batafsil gaplashamiz. Istoriyalarimni kuzatib boring.